1-iyulga juda ham kam vaqt qoldi, lekin sim kartalar baribir blok bo'lar ekan. Siz gosuslugadan o'tgan bo'lsangiz ham, biometriyadan o'tgan bo'lsangiz ham baribir blok bo'lar ekan. Siz hozir men aytganday qilmasangiz. Ushbu video juda ham foydali bo'ladi. Musofir do'stlarga tarqatib, bittadan like deb bosib qo'yingizlar. Sim karta blok bo'lmasligi uchun birinchi qilinadigan narsa bu siz gosuslugani ochirasiz, ikkinchisi biometriyani ochirasiz. Bu ikkovi o'sha hammada bo'lsa ham kerak, bo'lmaganlar ochirib olingizlar. Uchinchi основной do'stlar, siz sim kartangiz Beeline bo'ladimi, Megafon bo'ladimi, Yota bo'ladimi, Tele2 bo'ladimi? Sizning sim kartangiz qaysi salonga tegishli bo'lsa, o'sha salonga borasiz. Ular sizning gosuslugangizga o'zlari kirib, заявленияni o'zlari tashlab, через kompyuter sizni bazaga kiritadi. Haqiqatan ham biometrический данные orqali подтвердит bo'ldi deb ular tasdiqlaydi. Sizning biometrический данные o'sha gosuslugani to'g'rilagan programmangiz bo'ladi. Gosuslugaga sim karta degan joyga chiqadi. O'sha sim kartangiz sizdan nomingizda nechta sim karta bo'lsa chiqadi do'stlar. Birovning nomiga sim karta olib yuraman deyish bu xom xayol do'stlar, chunki bu juda ham opasniy narsa. Ushbu videoga bitta like bosib, musofirlarga tarqatib qo'ying. Shunday yangiliklardan chiqarib turaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.